Assalomu alaykum. Biz bugun piyozni yubka qilamiz. Buning uchun bizga piyoz, go'sht, sabzi kerak bo'ladi. Biz sabzimizni tayyorlab oldik. Endi osh xamiri olamiz. Osh xamirimizga suvga tuz solib eritib oldik. Nima ko'p bo'ldi suvimiz. Endi bitta tuxumni chop olamiz. Endi bismillah deb boshlaymiz ishimizga. Osh xamirimizni ham olyapman. Osh xamirni ham qancha mushlasak, shuncha chiroyli chiqadi. Ana xamirimiz tayyor bo'ldi. Mana xamirimiz mana yumshoq bo'ldi. Endi buni oshirishga qo'yamiz. Yog'imiz qizidi. Endi yog' solamiz. Endi yog'imiz qizidi. Endi piyozlarimizni solamiz. Endi go'shtimizni solamiz. Mana endi go'shtimizni sovurdik. Go'shtimizdan aylantiramiz. Go'shtimizdan aylantiryapmiz. Endi sabzimizni sovuramiz. Sabzidan keyin mana quritilgan ko'kat, zelin, tuz sovuramiz. Men ko'kat, zelinni quritilganini solyapman. Buni hidini ko'rsangiz, hidi bilan shirin chiqyapti. Mana tayyor bo'ldi. Hamma narsamiz pishdi. Endi oshirgan xamirimizni bo'lakchalarga bo'lib olamiz. Mana shunday bir xil holda ketadi. Mana xamirlarimizni bo'lakchaga bo'lib oldik. Endi bularni yoyishni boshlaymiz. Mana shunday qilib shu ketishda ketadi. Mana shunday katta qilib boraveramiz, olib mana shunday qilib kattatirib boramiz. Mana dumaloq chiqyapti. Mana ko'rinishlari ham mana nafisgina. Nafis bo'lishi kerak. Hammasini yoyib oldik. Mana shu ko'rinishda, mana dumaloq, mana nafisgina hammasi mana shunday ketgan. Endi buni pishiramiz. Ana qozonimiz qizidi. Endi bunga ozgina yog' solamiz. Endi buni aylantirib turamiz. Endi og'daramiz. Ana qizartirib oldik. Endi solamiz.
Endi ustiga qo'yamiz. Qip-qizil bo'lib, chiroyli chiqdi ko'rinishi ham. Yana shu ko'rinishga davom ettiramiz. Mana shu ko'rinishda ketaveradi hammasi. Mana shu ko'rinishda davom ettiramiz. Mana shunday ko'rinishda davom ettiramiz. Mana shunday ko'rinishda davom ettiramiz. Yana qizarish kerak-da, yupqalarimizni qizartirib, og'darish kerak. Qizarmasdan og'darmash kerak-da. Qizartirib og'darsak, ham ko'rinishi ham chiroyli chiqadi. Mana shunday qilib davom ettiramiz. Bu hozir tashqari sovuq, qor yog'di. Hozir havo soati buzilib ketadi. Mana hamma joyga bir xil soldim. Ko'rinishi ham bir xil. Hozir uydagilarim ishdan kelishiga mazali ovqat, issiq ovqat, ko'rinishi, mana sabzi, piyozlarimiz, go'shtlarimiz chiroyli chiqdi, mazasi ham zo'r chiqdi. Mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Piyozda yupqamiz. Mana betlari qizartirib, chiroyli ko'rinishda. Mana yumshoq. Ko'rinishlari ham yumshoq chiqdi. Marhamat, kelar, yoqimli ishtaha sizlarga. Mana ko'rinishi ham chiroyli chiqdi.